yoki boshqa preparatlar orqali to'g'irlanganda yana o'sha tanani to'g'ri ishlashi tiklanadi. Xo'p, tajribangizdan kelib chiqib bir-ikki misollar aytib bera olasizmi? Mana shu grijadan og'riq bilan kelganlarga. Endi grijadan og'riqlarni asosiy sababini aytdik. Yana boshqa bir yaqinda bo'lib o'tgan bir voqeani eslab o'tmoqchi edim. Ya'ni bir yosh qiz 15 yoshli yurganda oyoqda toyilib ketish bor. Biz uni tekshirganimizda qachondir yiqilgan tizza bilan. Tizzada ko'p reseptorlar shu yerda og'riq yoki achishish yoki bir kuchli zarbni unaqasi yiqilganda shu zarbni odam his qilgan. O'sha his qilishni vaqti bilan u og'riq pasayib o'tib ketgan, lekin bu yerda hamma reseptorlar vaqtida o'chmagan. Ya'ni bu yerda hali ham shu yiqilishi asorati bor degan bir informatsiya nerv sistemasiga kelib turibdi. Natijada nerv sistemasi bu atrofdagi, ya'ni tizza atrofidagi mushaklarni ko'pini tonusini pasaytirishga majbur bo'lgan. Endi shu reseptorlar noto'g'ri xabarligini biza o'sha kinesiologiyani o'sha PDTR yo'nalishi orqali yo'qotganimizda mushaklar tiklanganini ko'rdik. Va uni natijasida kelib chiqqan, masalan, bu yerda ehtiyot qilib tana noto'g'ri biomexanikani qurgan. U biomexanika natijasida organlardagi siljishlar yuzaga kelgan, tumurtqada qisilishlar yuzaga kelgan. Shularni ham yo'qotganimizdan keyin uni harakati yana ham yaxshilanib, yana ham tiklanib, yurishida o'zini normasiga kelganini biz guvohi bo'ldik. Tushunarli. Xo'p, sizga murojaat qilib kelmoqchi bo'lganlarga qanday va'da bera olasiz? Endi kinesiologiya usuli bu butun dunyoda keng qo'llaniladi. G'arb davlatlarida, ya'ni rivojlangan davlatlarida bu hech qanaqa bir sehrgarlik va boshqa narsa emas. Bu tanani o'sha nerv sistemasi bilan gaplashish ilmi desak ham bo'ladi. Nima shu tanani shu holatga olib kelishga majbur qilgan degan savolni qo'yib, testlar orqali u shamollashdan kelib chiqyaptimi, u yiqilishdagi holatmi yoki boshqami, xullas hammasini asl ildizini topiladi. O'sha ildizni yo'qotilgandan keyin tana to'g'ri ishlashni boshlaydi. Va natijada odam o'sha o'zini oldingi sog'lom holatiga qaytadi. Qanchalik tez natija olsa bo'ladi? Endi natija u tanani qanchalik bu jarohat ko'tarib yurganiga qarab, ya'ni uzoq vaqt davomida bu narsa ancha oldin boshlangan bo'lsa, uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, tana shu holatga moslashib biomexanikani qurishni boshlaydi va juda ko'p o'zini ketidan zanjir reaksiyasini olib kelib, ko'p asoratlarga olib keladi. Bu asoratlarni yo'qotish vaqt talab qiladi. Agar hali yangi, endi boshlangan davri bo'lsa, bitta ikkita seansda yaxshi bo'lib ketadi. Juda uzoq 30 yil, 20 yildan beri davom etib kelayotgan kasallar bor. Ular 4-5 seans, balki undan ham ko'proq ozgina pauza bilan yana bir kurs o'tish tavsiya qilinadi. Shu bilan uni ancha normal holatga olib kelish mumkin, tanani ishlashini. Bu endi qanchalik kasallikni chuqur ildiz otganiga qarab bo'ladi. Tushunarli. Botir aka, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Yana keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.